Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga o'yin yaratishni o'rgataman. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi create degan joyga o'tamiz. O'rtasiga stroke ilovasini o'tkazib, o'rtaga o'tamiz. Kecha kutib turamiz. Ishlash qiyin bo'ladi. Keyin quyoshga o'tib turib, ovozini yo'q qilib qo'yishimiz kerak, yo bo'lmasa bitta ovoz qo'yishimiz kerak. Hozir men yoqmaydi, shuning uchun yo'q qilib qo'ydim. Bu iloyim anaqa bo'lishni olmayman. Endi bu yer bo'ldi. Endi biz odam zombi masalan. Zombilar hammasini tanlaymiz. Chiqishini kutamiz. Ungacha mana uni qo'yamiz. Bunga ezsak, tepada unaqa chiqadi. Mana miyasini 3-chisiga qo'yib qo'yamizda. Keyin mana qilich deganni bosib turib, kutib turamiz. Keyin bu yerda qilich tanlaymiz. Keyin chap qo'liga o'tamizda. Chap qo'liga ham bitta qilich ushlatamiz. Mana uni ushlatamiz. Atakni oxirigacha qilib qo'yaylik, ikkalasini yaxshi uradi. Keyingisi bu uji mana bizning qahramonimiz bu. Endi zombilarni qo'yishimiz kerak. Bitta ezib turib, mana yerda nima qilib qo'ysangiz qaraydi o'zi. Mana. Endi buni oson aylantirib qo'yish uchun mana uni ezib turib bunday qilasizlar. Bo'ldi. Endi buni miyasiga kirib, 3-chisini tanlaymiz bunda. Shuna qilib endi ikkisi ezib play deb ko'ramiz. Mana ko'rdinglar, o'zlari yugurib kelyapti. Oxirigacha qilganmiz, bunaqasini uchirib olish uchun. Oxirigacha qilamiz. Keyin bunga chiqib turib yana bir narsa qo'shamiz. Win degan narsa. Mana unaqaga ezib turib, mana yoqib qo'ysa keyin buni men 120 sekund qilaman. Limit. Endi mana keyin yutish uchun qahramonimizga ezamiz. Buni sal kamaytiramiz. 20 sekund qilamiz. Keyin bu hozir qahramonimiz qilichini kuchaytirib olib, shuning uchun sal kamaytirib qo'yamiz. Bo'ldi, endi qarang, play. Xullas shunaqa o'yin yaratamiz. Endi men yerda publish degan unaqani ezasizlar. Bu yerga nom qo'yarsizlar.
Bu yerga o'yin haqida. Men zo'r o'ynash qulay deb qo'yaman, bo'ldi. Mana bitta o'yin yaraldi. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yarsizlar. Bo'pti, xayr.